ma'lum, kod yozish davomida har bir dasturchi duch keladigan muammolar bor. Bugun sizga eng mashhur 5 ta muammolar va ularga amaliy yechimlarni aytib beraman. Agar siz ham shularga duch kelsangiz, bu video aynan siz uchun. Xato chiqyapti, lekin nimadan xato chiqayotganini tushunmayapman. Hop, tushunarli. Print yoki konsol logini tekshirib chiqishingiz kerak. Ikkinchi bo'lib siz tushunarli. Bu kodni, bu xatoni juda ham tez yechimi bor. A few moments later. Bu xatoni juda ham oson yechimi bor. Birinchi bo'lib siz print va konsol logni tekshirishingiz kerak. Ikkinchi bo'lib bu xatoni ChatGPTga yoki AIga jo'natishingiz kerak. Eng ason bo'lishi kerak, kommentariyaga + yozib qo'ying.